Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, xayrli kech hammaga. Mana bu tuxumlar demak 3-4 kunda yig'ilib qolgan tuxumlar, yeb ichganimizdan tashqari, bu o'zlarini xonaki tovuqlarning tuxumlari juda ham mazasi shirin. Chunki bilasizlar, videolarimni ko'rgansizlar, demak sifatli yem hamda gidroponika bilan boqamiz. Quyoshli kunlarda bular hovliga chiqib aylanib yuradi. Ishqilib hammasi baxtli hayot kechirib yuradi tovuqlarimiz. Xonalari issiq, maza qilib o'sha yerda rivojlanib tuxum qo'yib yurishadi. Mana shu idishimizga demak 33 ta tuxum solib qo'yganmiz. Idishi bilan birga 100 ming so'mdan sotib olamiz. Mabodo kimgadir zarurati bo'lsa, misol uchun yeyishga yoki ochirishga kerak bo'lsa, demak lichkamga yozsanglar bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.